Endilikda biz balans hisobotimizni tarkiblarini o'rganishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib balansni aktiv qismidan boshlaymiz. Aktiv qismini biz o'rgandik, uzoq va qisqaga bo'ldik. Aynan biz o'sha uzoq va qisqa aktivlarni har bittasini ichiga aynan qaysi hisob varaqlar, ya'ni shotlar kirishi va nimalarni o'z ichiga olganligini biz o'rganamiz. Endi birinchi bo'lib joriy aktivlar kelyapti, ya'ni jami joriy aktivlar bu yerda summalar yoziladi. Demak, birinchi joriy aktivlarning kelishi sababi biz oldingi darsimizda uzoq muddatli aktivlar birinchi yozganmiz. Bu tushunishingiz uchun yozdik, uzoq va qisqa deb. Lekin bu narsa amaliyotda, aynan xalqaro standartda joriy aktivlardan boshlanadi. Ya'ni balans hisob varaqini, ya'ni balans sheetni ochganingizda u yerda birinchi bo'lib joriy aktivlar ma'lumotlari beriladi. Endi bu ma'lumotlar berilishi sabab kompaniyani eng likvid bo'lgan mol-mulki birinchi navbatda balansga yoziladi. Nimaga? Chunki investor va manfaatdor shaxslar, ya'ni balansdan foydalanuvchi manfaatdor shaxslar birinchi bo'lib kompaniya eng likvid mol-mulklari ko'proq qiziqarli, aynan ko'proq o'shalargagina ko'proq e'tibor qaratishadi. Ya'ni likvid bo'lgan aktivlarga ko'proq e'tibor qaratishadi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda balansda likvid bo'lgan ma'lumotlarni birinchi ochiqlash, ya'ni yozish ya'ni ifoda qilish boshlanadi. Demak, joriy aktiv bu kompaniyani eng likvid aktivlar qismiga kiradi. Uzoq muddatli aktiv bu joriy aktivga nisbatan non-likvid hisoblanadi. Unga nisbatan non-likvid hisoblanadi. Shuning uchun ham uni ikkinchi darajalikka qo'yiladi balansda. Demak, biz joriy aktivlarni ichini o'rganishni boshlaymiz. Bu birinchi bo'lib pul va qisqa muddatli investitsiyalar bo'limidan iborat. Nima uchun endi yana pul va qisqa muddatli investitsiya kelyapti bu bo'limda? Chunki aynan joriy aktivlarning ichidagi eng likvid qismi bu pul va qisqa muddatli investitsiyalar. Demak, kompaniyani joriy aktivlari bu eng likvid hisoblansa, joriy aktivlardagi eng likvid punkt ham pul va investitsiya hisoblanadi. Demak, eng likvid qismining eng likvid qismi desak bo'lar ekan. Demak, pul va qisqa muddatli investitsiyalar bular eng likvid mol-mulklarga tarkibga kiradi. Endi bu yerda inglizcha tarjimasi ham berilgan. O'zi bu aslida inglizchadan olingan. Biz buni o'zbekchaga, ya'ni tushunarli qilib yozdik. Lekin biz xalqaro standartda faqatgina ingliz tili shotlaridan foydalanishga odatlanishimiz kerak. Chunki bu shotlar qabul qilingan, ya'ni so'z bilan yuritiladigan shotlar hisoblanadi. Shuning uchun ham ingliz tili shaklini ham ko'rsatib qo'ydik. Aynan sizlar yana ham tezroq amaliyotga tezroq bog'lanib ketishlaring uchun. Demak, inglizchasi bu cash and short term investments deyiladi. Aynan qisqa muddatli investitsiya va pul mablag'lari, ya'ni pul. Endi uni ichiga kiryapti, men chiziqcha bilan, underline bilan yozib qo'yganman. Bu aynan mana shu pul va shuni ichiga kiruvchi, ya'ni punktlar. Ya'ni pulni ichiga kiruvchi. Bu umumiy punkt bo'lsa, bu uni ichiga kiruvchi. Endi buni ichiga kiruvchi eng birinchi punkt bu pul ekan. Demak, pul aynan pul va qismida investitsiyalar bo'limida eng likvid bo'lgani uchun birinchi pul yozilgan. Undan keyin pul va ekvivalentlar, pul va unga tenglashtirilgan ekvivalentlar deyiladi. Biz buni to'liq o'tamiz bu mavzuda. Undan keyin qisqa muddatli investitsiyalar, bu uchinchi likvidlik shot hisoblanadi. Aynan buni pul va qisqa muddatli investitsiyalarga tegishli bo'lgan. Demak, shu uchalasi pul va qisqa muddatli investitsiyalarni umumiy summasini berar ekan. Hop, aynan bu yerga inglizcha shakli ham berilgan. Endi jami debitorlik, ya'ni sof deyilyapti. Aynan sof debitorlik qarzdorlikni jamisi. Bu ham joriy, ya'ni 1 yil muddatgacha bo'lgan debitorliklar.
Bu debitorlik mavzumiz ham bor. Sizlar bilan o'rganamiz. Qisqacha bu debitorlik bu siz olishingiz kerak bo'lgan mablag'larni tushunishimiz mumkin. Va total receivable deyiladi, ya'ni net, ya'ni sof shaklda bo'lgani uchun izoh berib qo'yilgan. Va endi jamining ichiga kiryapti, hisoblangan savdo debitorligi degan shot kiryapti, aynan buncha punktga kiryapti. Va buni mana inglizcha shakli ham berilgan. Account receivables trade net, ya'ni aynan savdoga tegishli bo'lgan debitorlik qarzdorlik sof qismi. Jami inventarlar, ya'ni total inventory, bu ham joriy aktiv hisoblanadi. Ya'ni inventar deganda bu kompaniyaga tegishli jami mol-mulklar, TMZlar va tayyor mahsulot va kompaniya o'zi operativ faoliyatda ishlatadigan boshqa jihozlar bu inventarlar hisoblanadi. Hop, oldindan to'langan xarajatlar, ya'ni prepaid expenses deyiladi, ya'ni oldindan to'lab qo'yilgan xarajatlar, buni qisqa qilib aytganda debitorlik degan bo'ladi. Ya'ni biz oldindan berib qo'yganmiz. Hop, jami boshqa aktivlar, ya'ni other current assets total berilyapti. Aynan bu qisqacha joriy aktivlarga tegishli bo'lgan shotlar shulardan iborat. Endi keyingisi jami aktiv berilyapti. Ya'ni aynan joriy va uzoq muddatli aktivlar umumiy summasi bu jami aktiv deyiladi. Lekin bu yerda uzoq muddatli aktivlar degan tushuncha yo'q. Xalqaro standartda uzoq muddatli aktivlar deb ta'rif berishmaydi hisobotda. Siz agar uzoq muddatli aktivlarni summasini topmoqchi bo'lsangiz, siz jami aktivlardan joriy aktivlarni ayirganingizda, jami aktiv misol uchun $80,000 bo'lsa, joriy aktiv $50,000 bo'lsa, 80,000 dan 50,000 ayirganingizda $30,000 qoladi. Demak, siz $30,000 uzoq muddatli aktiv deb olsangiz bo'ladi. Demak, siz uzoq muddatli topish uchun shundan bir-biridan ayirishingiz kerak. Hop, hozir bizning darslarimiz to'liq xalqaro standartda bo'lgani uchun bosh-boshidan biz shularga moslashyapmiz, ya'ni hisobotlarga moslashishimiz kerak. Demak, uzoq muddatli aktivlar berilmaydi, so'z bilan siz uni topib olasiz, lekin uni tarkibini beriladi. Mana bu yerda uzoq muddatli aktivlar boshlangan, ya'ni 13-punktimizda jami asosiy vositalar, ya'ni sof deyilyapti. Ya'ni property, plant, equipment, ya'ni kompaniyaga tegishli bo'lgan asosiy vositalar albatta. Uskunalar, asosiy vosita, ya'ni kompaniyaga tegishli bo'lgan uzoq muddatli asosiy vositalar va net, ya'ni sof qismi. Endi uni tarkibiga kiryapti. Buni underline bilan men alohida chizib qo'yganman. Ya'ni buni asosiy vositalarni tarkibiga kiryapti. Jami yalpi asosiy vosita bu property total gross deyilyapti. Ya'ni yalpi qismi bu degani kompaniyani asosiy vositalar boshlang'ich qiymat. Boshlang'ich qiymat. Ya'ni nech pulga xarid qilgan kompaniya o'sha asosiy vositani nech pulga xarid qilgan. Keyin jamg'arilgan amortizatsiya, ya'ni accumulated depreciation. Bu aynan o'sha asosiy vositani qancha muddat ishlatgan va qancha amortizatsiyaga jamg'argan, ya'ni amortizatsiya qilingan. Buni ham biz to'liq mavzularimizda o'tamiz, asosiy vositalar mavzusida. Endi mana shu asosiy vositalarni hisob qilsak, $40,000 bu asosiy vositalarimiz bo'lsa, $10,000 eskirgan bo'lsa, $30,000 qoladi. Demak, $30,000 bu jami asosiy vositalar sof qiymat hisoblanadi. Demak, bu boshlang'ich qiymati, bu amortizatsiya qiymati bir-biridan ayrilganda buni sof qiymati kelib chiqadi. Hop, keyingisi goodwill, aynan sof deyilgan. Bu ham qoldiq qiymat, ya'ni jamg'arilgan amortizatsiya ayirib tashlagandan keyin aynan hozirgi joriy qiymati, ya'ni asosiy vosita haqiqiy hozirgi qiymati ko'rsatiladi. Ya'ni sof deyilganda hozirgi qiymatini ifodalaydi. Amortizatsiya qiymati olib tashlanadi narxidan. Hop, nomoddiy aktivlar sof, buni ham sof ko'rinishi. Uzoq muddatli investitsiyalar, aynan bu biz uzoq muddatli guruhda ichida bo'lganimiz uchun uzoq muddatli investitsiyalar keltirilyapti. Ya'ni long term investments deyilgan. Uzoq muddatli debitorlik, ya'ni nota receivable va long term uzoq muddatli debitorlik qarzdorliklar. Jami boshqa uzoq muddatli aktivlar va jami boshqa aktivlar bitta
keltirilgan ekan. Hop, demak biz hozir aktivlarni tarkibini o'rgandik, joriy aktiv va uzoq muddatli aktivlarni tarkibini o'rgandik. Endi sizlar bilan biz endi passivlarni o'rganishni boshlaymiz. Bu birinchisi passivlarda majburiyatlar keltiriladi. Ya'ni oldingi darsimizda biz kapital, keyin majburiyat yozgan bo'lsak, endi bu yerda, ya'ni amaliy qismida biz majburiyatlardan boshlaymiz. Nimaga? Chunki kompaniyani investori yoki kompaniyaga pul kiritmoqchi bo'lgan shaxs birinchi navbatda kompaniyaning qarzlari haqida ma'lumot olishni xohlaydi. Nimagaki, kompaniyaning qarzlari qancha yirik bo'lsa, kompaniya shuncha iqtisodiy xarajatlar kutyapti turgani, ya'ni kelajakda uni qarzlar kutyapti turganligi va qarz foizlari, xarajatlari kompaniyani kelajakdagi moliyaviy daromadlariga ta'sir qilishini ifodalaydi. Shuning uchun ham investorlarga ko'proq qarzlarni hajmi, qarzlarni turlari va qarzlarni nima deydi, shakllarini o'rganish birinchi o'rinda turadi. Demak, kompaniyaning qarzi bu kompaniyaning moliyaviy holatini belgilab berishi mumkin. Kelajakda aynan kompaniya qaysi tomonga qarab ketishini uni qarzlaridan bilib olsangiz bo'ladi. Demak, interes, ya'ni birinchi qiziqish investorlarda bu majburiyat. Shuning uchun ham biz majburiyatni birinchi bo'lib, aynan xalqaro standartda majburiyatni birinchi bo'lib o'rganishda, ya'ni keltirib o'tiladi balans hisobotida. Aynan majburiyatlarni ham joriy qismi o'rganiladi. Aynan yaqin kelajakdagi qarzlari, ya'ni 1 yilgacha bo'lgan qarzlarini o'rganishda keltirib o'tamiz. Endi ta'minotchilarga qarz deyilyapti. Ya'ni biz accounts payable, ya'ni biz tovar olganmiz ta'minotchidan, lekin biz tovarni pulini bermaganmiz. Shuning uchun ham ta'minotchilardan qarz deyilyapti. Hop, ya'ni bizni joriy qarzlarimiz. Hop, hisoblangan to'lovlar, ya'ni payable accrued. Aynan biz qaysi qarzlar to'lashimiz kerak. Misol uchun, shartli bo'yicha qarzlarimiz bordir, soliq bo'yicha qarzlarimiz bordir, kommunal to'lovlar bo'yicha, ijara bo'yicha qarzlarimiz bordir. Demak, hisoblab qo'yilgan, ya'ni biz bo'ynimizdagi o'zimiz shakllantirgan qarzlar. Hisoblangan xarajatlar, accrued expenses, ya'ni kelajakda xarajat bo'ladi, lekin hozircha hali xarajat bo'lgani yo'q, hisoblab qo'yganmiz. Ya'ni majburiyat sifatida turibdi. To'lanadigan yoki qisqa muddatli qarzlar, ya'ni biz to'lashimiz shart bo'lgan qisqa muddatda bizning qarzlarimiz. Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi. Aynan bu nima degani? Biz 5 yillik qarz olganmiz. 5 yillik qarzni biz har yili bo'lib to'laymiz. Ya'ni teng 5 ga bo'lsak, misol uchun $5000 qarz olgan bo'lsak, $1000 biz bo'lib to'laymiz. Demak, bizni qarzimiz umumiy 5000, lekin 5000 ni 1000 ni biz bu yil berishimiz kerak, ya'ni 1 yil ichida berishimiz kerak. 1 yil ichida berganimiz uchun aynan o'sha 5000 imizni 1000 qismi uzoq muddatlilarda majburiyat joriy qismi degan hisob shotga keladi, ya'ni 1000 keladi. Qolgan 4000 haqiqiy uzoq muddatda turadi. Keyingi yil, ya'ni biz $1000 to'lab bo'lganimizdan keyin u 4000 ni 1000 ga yana joriga o'tadi, ya'ni 3000 uzoq muddatga qoladi. Xuddi shunday tartibda joriy qismini ajratib olamiz, chunki biz uni bu yil to'laymiz. Shuning uchun ham mantiqan olib qaraganda ham joriy qismini biz ajratib olishimiz kerak. Va boshqa joriy majburiyatlar. Endi jami majburiyatlarga keldik. Jami majburiyatlar bu uzoq majburiyatlar va joriy majburiyatlar yig'indisidan iborat bo'ladi. Biz endi uzoq muddatli majburiyatlarni topmoqchi bo'lsak, jami majburiyatlardan joriy majburiyatlarni ayirib tashlasak, bizning qarzimiz misol uchun $9000, umumiy qarzimiz $2000 bu yil berishimiz kerak bo'lgani bo'lgan bo'lsa, biz 9000 dan 2000 dan ayiramiz, 7000 kelib chiqadi. 7000 bu endi uzoq muddatli majburiyat tashkil qiladi. Demak, bu yerda ham uzoq muddatli majburiyat deb ko'proq atalmaydi. Shuning uchun ham
biz bundan ayirib aniq chiqarib olamiz. Mana bu yerda ham bergan, jami uzoq muddatli qarzni bergan. Lekin bu yerda to'liq bermagan, jami uzoq muddatli qarzni. Bu yerda boshqa shotlari ham bor, keltirilgan. Demak, uzoq muddatli qarzni aynan punktini keltirilgan. Kapital ijarasi bo'yicha majburiyatlar, ya'ni uzoq muddatli ijara bo'yicha majburiyatlar, capital lease obligations deyilyapti. Ya'ni obligatsiyalar ham bo'lishi mumkin, qarz qimmatli qog'ozlari ham va kechirilgan daromad solig'i. Bu yerda biz kelajakda to'lashimiz kerak bo'lgan daromad solig'i, ya'ni hozir emas, lekin kelajakda to'lashimiz shart. Demak, bu ham biz uchun majburiyat va uzoq muddatli majburiyat. Keyingi yil to'laymiz bu soliqni. Foiz majburiyatlar bu bo'lishi mumkin, ya'ni biz to'lashimiz zarur bo'lgan foiz majburiyatlar. Jami boshqa majburiyatlar. Demak, aynan uzoq muddatga tegishli bo'lgan biz punktlarni, ya'ni shotlarni ko'rib chiqdik. Xo'p, endi jami kapital bo'lmay keldik. Bu yerda biz kompaniya tegishli bo'lgan, ya'ni investorlardan jalb qilingan kapital va kompaniya o'zi ishlab topgan mablag'i bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda mana jami qaytarish mumkin bo'lgan imtiyozli aksiyalar berilgan, ya'ni redeemable preferred stocks degani, ya'ni ya'ni afzal ko'rilgan, ya'ni imtiyozli, ya'ni kompaniya aksiya chiqargan va u aksiyani hisobidan pul mablag'ini jalb qilgan, ya'ni kapital jalb qilgan. Aynan demak, imtiyozli aksiyalarga tegishli bo'lgan kapital qismi. Imtiyozli aksiyalar qaytarib olinmaydigan, ya'ni imtiyozli aksiyalar qaytarib olinmaydigan qismi aynan bu turi ham bor kapitalda. Biz buni to'liq mavzuda o'rganamiz. Jami oddiy aksiyalar, ya'ni kompaniyani aksiyalari bilamiz. Aksiya bu kompaniyaning ulushi. Kompaniya o'ziga mablag' jalb qilish uchun aksiyalarni sotuvga chiqaradi va aksiyalarni sotish evaziga kompaniya o'ziga kapital jalb qiladi, ya'ni kapitalni o'zlashtiradi. Ya'ni investorlarni kapitalni o'zlashtiradi. Bu qarz bo'lmaydi, aksiya bu qarz hisoblanmaydi. Bu foyda zarar o'rtasida bo'lgani uchun, ya'ni kompaniyani kapitali hisoblanadi. Qarz bo'lsa, bu so'zsiz siz qarzni uzishingiz kerak, foydadanmisiz, ziyondanmisiz qarz uzishingiz kerak. Lekin aksiyalarda unday emas, ya'ni kompaniyani foydasiga qarab daromad oladi, ziyoniga qarab ziyonni to'laydi. Demak, kompaniyaning egalari siz bo'laveradi, aynan investorlar, ta'sischilar, aynan kompaniyani aksiyadorlari hisoblanadi, egalari. Qo'shimcha to'langan kapital, ya'ni additional paid capital, bu qo'shimcha chiqarilgan aksiyalar bo'lishi mumkin yoki birjadagi kurs farqidagi daromadlar bo'lishi mumkin va hokazo. Bular o'rganamiz. Taqsimlangan foyda yoki zarar, ya'ni kompaniyaning o'zi ishlab topgan foydasi, mehnat qilib operatsion faoliyatda yoki strategik faoliyatda topgan daromadi, aynan foydasi bu taqsimlangan foyda. Ya'ni barcha xarajatlar chiqarib tashlangandan keyin sof kompaniyaning o'ziga tasarrufga qoladigan yoki ta'sischilarning oldida taqsimlanadigan foyda bu taqsimlangan foyda deyiladi. Bu ham kompaniya o'ziga tegishli bo'lgani uchun bu kapital tarkibida turadi. G'aznachilik oddiy aksiyalari bu davlat tomonidan, ya'ni davlat albatta ulushdor bo'lishi kompaniyaga, shuning uchun ham g'aznachilik oddiy aksiyalar deyilgan. Hop, shubhali qarzlar bo'yicha rezervlar, zaxiralar, ular bu ham kompaniyaga tegishli bo'ladi. Biz bu haqida bitta mavzumiz bor, shunda mukammal o'rganamiz. Shubhali qarzlar rezervi mavzusida. Amalga oshirilmagan daromad, bu ham kelajakdagi daromad yoki zararingizni keltirishi mumkin. Bu ham sizni ma'lumotga jami boshqa kapital, ya'ni as equity. Hop, demak, biz ko'rib oldik, aynan passivlarni ikkita turga bo'lib va ikkita turga kiruvchi shotlarni biz o'rganib oldik. Aynan o'zbek va inglizcha shakllarni ham ko'rib chiqdik sizlar bilan.